Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, mana biz navbatdagi ishimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida. Xudo xolasa yangi obyektimizga kelib ish jarayonlarimizni boshlab olganmiz. Firmalarimiz tayyorlash jarayoni tugayapti. Shu xonadonimizni tomini yopib beramiz. Xullas uzunligi 15, firmamiz uzunligi 15, obyektimiz uzunligi 30, 15 ga 30 joy. Firmalarimiz mana bu yoqqa tayyor qilib joylab qo'yganmiz. Xudo xolasa ertadan tom yopish ishlarini boshlaymiz. Kimgaki shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqarasizlar.